Assalomu alaykum barchaga hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan bitta chiroyli hovlini tomosha qilamiz. Bu hovlimiz bor-ku, mazza qilib yashab beradigan hovli bo'lyapti. Bugungi manzilimiz Samarqand shahar, Qorasuv hududi deymiz, Motorit hududi deymiz. Xullas shundoqqina mostdan o'tganingizdan o'ng qo'l tomoningizda mana shu chap qo'l tomoningizga kelganingizda mana shu hovlimiz joylashgan. Xo'p, 7 sotix kadastr hujjatlar bor, darvozaxona, mana chiroyli darvozalar qo'yilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ichkariga kiramiz. Qarang qanday chiroylikgina hovli. Hokim buva kelgan taqdirda ham sizni uyaltirmaydigan ajoyib hovlimiz. Qarang. Tepada ikkinchi etajda bir dahliz, bitta zo'r spalnimiz bor. Yosh oila kelin-kuyovlarga dahshatxonamiz. Bu yoqda kattagina zal, podval ham bo'lyapti. Bu yoqda oshxona bo'lyapti. Bu yoqda tashqaridagi sanuzillar, kladovkalar joylashgan. Bu tomonda esa do'stlar, ikki etajga mo'ljallangan fundament desak ham bo'ladi mana. 2 qavat qilib zo'r xonalarni qurib qo'ysalar bo'ladi. Manzil esa mana shu yerda Qorasuv domlari ko'rinib turadi. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu hovlimiz sotuvga chiqyapti. Hozir sizlarga bitta ichkaridagi xonalarni ham ko'rsatib tushuntirib beraman. Hujjatlarimiz notariusga tayyor. Men xonadon egalari raqamini yozib qo'yaman. Sarlavhaga bemalol o'zlariga telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Bu uyimizga $130 ming pul so'ralyapti. Yana kelishiladigan joy bor. 7 sotixlik hovli. Narx shokolad, ha? Xo'p. Endi mana bu uyimizga bir nazar solamiz xonalariga. Xo'p, uyda hamma narsa qolar ekan, kirib yashashga tayyor, hamma narsa ulangan, zo'r ishlab turibdi. Spalnyamiz. Qarang qanday chiroyli. Ikkita deraza ko'chaga qaragan va bu yerda o'zini alohida yuvinish xonalariga ega. Xo'sh, marhamat. Mana dushlari bor, isitish kotyolimiz. Agar yosh kelin-kuyov bo'lsa, ajoyib xona. Endi qolgan xonalarni ko'rsataman, pastdagi xonalarni. Bu yerda kattagina zal va oshxonalarimiz joylashgan. Mana patologga bittaga ahamiyat bering. Bitta fasadlarni chiroyli qilasiz-ku, bombacha bo'ladi. Demak, pastdagi asosiy mehmonxonani tomosha qilib chiqamiz. Bu yerda juda ham kattagina mehmonxona bor. Qaranglar. Mana pardalarning o'ziga $2 ming pul ketdi deyapti. Juda ham zo'r chiqqan-a? Chiroylikkina, havaslik, havas qilsa arziydi, qarang. Ajoyib, juda ham baland. Hamma joy isitish tizimlari qilingan. Bu yoqda esa uyimizda oshxonasi bo'lyapti. Oshxonaga ham ahamiyat berasizlar, juda ham kattagina. Konditsioner, muzikani ishlatib turibdi. Xo'p, menga eng yoqqan tomoni mana bu yerda oshxona qismi ajralib turibdi, qarang. Bu yerda ovqat pishirish uchun barcha sharoitlar bo'lyapti. Va mana bu yerda mana shunday uzun kattagina stol qo'yilgan. Ayol kishi bu yerda bemalol ovqat qilsa ham mana bu tomonga ko'rinmaydi, misol uchun. Bu yerga endi ugalok, stol qo'yib olsangiz bo'ladi. Zo'r. Bu xonaning o'zini alohida eshiklari bor. Mana bu yerdan kirib chiqsangiz bo'ladi, zal orqali emas. Alohida bu yerda kirib chiqish eshiklari ham qo'yilgan. Endi mabodo marakalarda, misol mehmonlar kelsa, katta zalga mana shu yerdan ovqatlarni uzatish uchun eshik ham qo'yib ketgan ekan. Xo'p, bitta hovli qismini ham ko'rsatib qo'yay. Mana bu tomonda tepalarni juda ham chiroyli qilib yopib qo'ygan, salqin qilish uchun. Yozga bemalol foydalanasiz kravatdan. Bu tomonda esa anaqa yozgi oshxonamiz joylashyapti. Bu yerda yanada ham chiroyli qilib olsangiz bo'ladi. Va mana tashqaridagi umumiy hammomlarimiz. Marhamat, suv, gaz, svetda muammo yo'q. Hamma narsa bor. Suvlar даже skvajinaga o'rnatilgan. Va mana bu tomonda ham hojatxona bo'ladi. Mana bunisi. Mana 2 etajlik imorat qilib olsangiz ham bo'ladi. Mana shu hovlimiz $130 ming so'ralyapti Motoritda. Qiziqqanlar egalariga telefon qilib bemalol baraka qilasizlar. Hammaga rahmat. Bergu like bosish esdan chiqmasin.